أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسولنا سيد المرسلين وإمام المتقين وآله وأصحابه عليهم أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hürmetlik o'quvchilar. Bugun Allohning fazli va Alloh subhanahu va taolaning tavfiqi bilan yana darsimizni davom etish uchun yig'ilibmiz. Hammanglarga Allohning salomi bo'lsin. Biz Kitobul Iymon, iymonga munosabatlik İmanğa alaqadar bo'lgan xislatlar haqida to'xtalgan edik. Birinchi darsimizda iymonning 70 yoki 60 necha xislati bo'ladiganligi haqida to'xtalib o'tgan. Bugun ikkinchi darsimizda, ya'ni ikkinchi hadisda iymonning xislatlaridan yani bir türlük hislatlarını tilgab o'tmoqchi. İkinci hadis ana Abdullah ibn Amr radıyallahu anhuma anin Nebi sallallahu aleyhi ve sellem qal. Abdullah ibn Amr radıyallahu anhu Peygamber aleyhissalatu vesselam'dan rivayet qilib mundaq dedi. El muslimu men salimel muslimuna min lisanihi ve yadihi vel muhaciru men hacera ma nahallahu anhu. Buni Peygamber aleyhissalatu vesselam'ның mundaq deganligini Abdullah ibn Amr radhiyallahu anhu rivayet qiladi. Musulman yani kamil musulman, mükemmel musulman. Bu yerda el-muslim deyişi El-Muslim'den mümin mu irade kıldı. Çünkü İslam'da iman, İslam degen işki gap bulup, eğer iman, İslam degen bu işki söz ayrım işletilse, birisi yeni birisinin ma'nisini ölçük alıdı. Mesela bu yerde el-Muslim degen söz ayrım işletildi, yalğız, yek işletildi. Bu işletilgende imanның ma'nisini mi ölçük alıdı. Ya ki mümin degen söz işletilse o vakitte Müslüman degen bu Muslim degen sözünün ma'nisini ölçük alıdı. Ama el-Muslim degen bu Muslim sözü bilen, iman sözü bilen İslam sözü ikisi bir yerde kelse İslam amel hareketke iman kalpteki tasdik ve ikrarı işletildi. Şunun için el-Muslim degen yerdeki sözde iman mübalığı yani mümin Müslüman, kamil mümin Müslüman degen Müslümanlar onun tili ve onun koludan salamet kalgan, sak kalgan, ziyan zahmet yetmegen kişi. Bu bir tarife hadisinin. Vel muhaciru men hacera ma nahallahu anhu. Muhacir degen Allah subhanahu ve taala çekligen, toskan nesini taşlıgan kişi. Onundan kol üzgen, yiraklaşkan kişi. Bu hadisinin ikinci tarifi. Bu hadisqa abdur yani qandaq bir izahat berganligiga bir qarab baqayli. El-ma'nal am umumi ma'nisi. Ya'tamidu sarhul islami ve mujtami'uhul kamilu ala qaidatayn. İslam kuruluşu ve onun mükemmel cemiyeti iki prinsipqa, asasqa tayinidir. Qaide degen rul, asas, prinsip, baza bir narsaning tigi
yıldızı degan ma'no bo'lib, bu yerda islomning qurilishi va qurilmasi desakmi bo'ladi. Sarh deganda qurilma desakmi bo'ladi, qurilish desakmi bo'ladi, binosi desakmi bo'ladi. Islom qurilmasi va uning mukammal jamiyati ikki asos ustiga asoslanadi. Bu yerda islomning bir umumiy qurilmasini, gavdasini yurutib bermoqchi bo'ldi muallif. Qoidatun ijabiyya. Biri ijobiy g'ul, ijobiy asos. Va hiya fi'lul khayri min ifsha'i salamin va it'ami ta'amin va amali bina. Bu ijobiy qoida degan salomni umumlashtirish, och qolgan kishiga taom berish, natijalik, manfaatlik ish qilishdan iborat yaxshi ishlarni qilish. Mana bu ijobiy tarafi. Islomning ikki tarafi bo'lib, bir tarafi ma'murat, ya'ni buyurilgan taraf, qilishga buyurilgan taraf. Ikkinchi tarafi manhiyat, qilmaslikqa buyurilgan yoki qilishdan to'silgan tarafi. Mana islom bu ikki asos va ikki ba'ul ustiga quriladi. Islom qurilmasi. Bu ikki narsani tarkib topadi. Umuman yo qilishga buyurilgan yoki qilishdan to'silgan, cheklangan. Bu ikki asos bilan islom qurilmasi va islomning mukammal jamiyati shakllanadi va mavjud bo'ladi. İkincisi ve kaidatun selbiye, selbi kaide. Ev kaidatu terki vel kaf. Ya ki bu selbi kaide demi, ya ki taşlaş, kol yığış, tohtaş kaidesi, hule asası desek mi buludu. Yani kımmaslık. Qilishni qo'yish, deyishni qo'yish, ishlashni qo'yish degan bu qoida. Mana bu ikki qoidadan tarkib topadi islom. Va hazihil qoidatu saniya hiyal muqaddama. Endi bu ikki qoida ustiga islom qurilmasi va uning mukammal jamiyati quriladiganligini, asoslanganligini bayon qilgandan keyin bu ikki qurilmaning qaysi muhim, qaysi zurul va qaysi asosliq o'rinda turadi degan buni ifodalash uchun bu ikkinchi qurilma, ya'ni ikkinchi baza, ikkinchi hul u beshida keladi va u muhim. Eng avvali, eng muhimi ikkinchisi, ya'ni salbiy, ya'ni qimmaslik hula. Lianna tahliyata muqaddamatun ala tahliyati. Nima uchun? Chunki tozalash zinnetlashdan, yasashdan burun her bir narsani tozalab yasamoqchi bo'lsak, oldi bilan uni tozalab o'tib, uni paklab o'tib, bo'lmaydigan taraflarini chiqirib tashlab, yo'q qilib o'tib, andin uni zinnetlashga, uni yasashga başlaymiz. Mesela bir öyni almoqchi bo'lsak, bir yerga un salmoqchi bo'lsak, oldi bilan tuzlab tigini, ba'zi qurishqa, un qurishqa loyiq shaklda bo'lgandan keyin u yerga un qilamiz. Bir uyni bizamoqchi bo'lsak yoki yasamoqchi bo'lsak, oldi bilan uydagi egiz past, chuqur yoki ba'zi bir bo'lmas taraflarini yaxshi o'ngshab, tuzab bo'lgandan keyin endi mana nima qilamiz? Yasaymiz, bizaymiz
deb ishlatamiz. Shuning uchun tahliyat, ya'ni tozalash yasashqa muqaddam. Min huna ihtamma ash-shar'u bi tahzib abna'ihi wa ib'adihim anil masawi'i var raza'il ve izai ba'dihim ba'dan. Şunlaşqa. Yani yok qilishning, tashlashning qilishdan burun ishkanligiga ahamiyat berganligi uchun shariat o'z o'g'lonlari, o'z a'zolarini paklash va ularni yomon sharkat, rezil qilmishlardan bir-biriga aziyat berishdan yiroqlashtirishga ko'ngil bildi, ahamiyat berdi. Demak, oldi bilan islomni o'z a'zolarini bir-biriga aziyat bermaydigan, yomon ish-harakat, insoniy axloqqa zid bo'lgan buzuq qilmishlardan to'sishni va uningdan saqlashni, yaxshi ishlarni qilish va yaxshi ish bilan shug'ullanishdan burun qo'ydi va uningga bak ahamiyat berdi. Faja'alal muslimal haqqa huvallazi yaslumun nasu min lisanihi va yadihi va baqiyati jawarihi. Shunlashqa shariat haqiqiy musulmonni odamlar uning tilidan, qo'lidan, boshqa a'zolaridan salomat qiladigan, vallazi yumsiku lisanahu an ta'nin nasi va yahfazu ma bayna fakkayhi anil isaati lil muslimina wa huwa allazi yumsiku yadahu wa baqiyata a'za'i jismihi wa yahbasu shururaha wa azaha fala yamuddu yadahu li haqqil ghayri wa la tamshi rijluhu lil idrari bi ahadin. Shunlashqa shariat haqiqiy musulmonni insonlar uning tili, qo'li va boshqa a'zolaridan salomat qoladigan, tilini odamlarga ta'ni qilish, ayblashdan yig'adigan, g'ulji takki ikki kalpkining orasidagi narsani, ya'ni ikki kalpkining orasidagi narsa tilni musulmonlarga yomonlik qilishdan saqlaydigan, qo'lni, boshqa a'zolarini to'q tutadigan va u boshqa a'zolarining yomonliklari, aziyatlarini to'q tutadigan kishi qildi. Haqiqiy musulmonni ana shunday kishi qildi. Shunlashqa musulmon qo'lini boshqalarning haqqiga so'zmaydi, u musulmonning puti boshqa bir kishiga ziyon zahmat selishga mangmaydi. Demak, mana islomning bu xil qurilmasi oldi bilan odamlarni tili orqali ayiblaydigan, musulmonlarga askalik qiladigan, qo'l va boshqa a'zolari bilan musulmonlarga ziyon soladigan, ziyon yetkazadigan kishilarni islom haqiqiy musulmon qilmay, aksicha qo'l, til va boshqa a'zolaridan kishilarni salomat qiladigan kishini haqiqiy musulmon qildi. Mana bu bir tarafi. Ya'ni salomat qilish, yaxshilik qilmasimi, ularga xayri ihson, sila rahim qilmasimi va ularga foyda manfaat yetkazolmasimi, ularning ishlariga ko'ngil bo'lanmasimi, ammo ularga aziyat bermagan, ziyon yetkazmagan, eskilik qilmagan va u boshqa musulmonlarga o'zininki qo'lidan yoki ig'zidan yoki a'zolaridan
onunğa bir xeyim xatar kelmaydigan kishini haqiqiy musulmon deb hisobladi. وإذا كانت الهجرة من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام فرارا بالدين من أبذل القربات. Küfür şehirlerden İslam şehirlerine dinini elip geçiş için hicret kılış, yakın Allah'a yakınlaşıdığan ibadetlerinin ebzeli bolsa فَإِنَّ هِجْرَةَ الْفَوَاحِشِ وَهِجْرَةَ الْمُحَرَّمَاتِ مِنْ أَعْزَمِ التَّاعَاتِ. Günah, mə'siyetlerini taşlaş, haram kılınğan işlerden kol üzüş, Allah'a kılınıdığan itaatlerinin en katlısı buludur. فَالْمُهَاجِرُ الْحَقُّ هُوَ الَّذِي يَهْجُرُ الْمَعَاسِ. Hakiki muhacir degen o günah mə'siyetlerini taşlagan, onundan yiraklaşkan, o günah mə'siyetlerini işlemegen kişi. Belki günah mə'siyetlerine çıkmamaslık için onun etrafında çögelmegen ve aylanmagan kişi. Demek, mana bu yerde mi İslam aldı bilen hicretni devletten devletke, yurttan yurtqa yötkelgenlik Allah'a yakınlaştırgan ebzel ibadet ikenlikini bayan kılsa, asli hicretinin, hakiki hicretinin, İslam'daki asası hicretinin insanın kalbideki ve insanın kalbideki küfürden İslam'a, şirkten tevhidqa, batıldan hakka, günah ma'siyetten taat ibadetke köçüş, hicret kılış ikenligini bizge İslam bayan kıladi. Bu yerde. Demek mana bu şu hicretmi aldı bilen hatalıkni taşlang. Hatalıkni taşlang. Ma'siyetni taşlang. Dep bizge bayan kılavadılar. Mana bu hadisten alıdığan umumana şu. İslam'ın kurulması ve cemiyeti iki asas üstüne kuruldu. Birincisi icabi kılış, yaxşılık kılış. İkincisi yaman işlerden kol üzüş. Ama yaman işten kol üzüş tarifi iki asasının yaxşılık kılıştan ibaret tarifinin muhim ve ebzel. Yaxşı işni qilmasmi, ama yaman işni qilmaslik bunun özü ibadet, özü taqvolik, özü kamil iman ve İslam'ın yolu. Bu yerde kökstilgen asasmı mana musulmonlarga bir qo'l ve til bilen aziyet vermeslik, ularga ziyon salmaslik. Yani icab nima tarafı, selbi tarafı, selbi kaide icabi kaideden mukaddem ve muhim. İkinci birisi muhacir. Kim o degende Allah Teala tosqan narsani tashlagan kishi deyish orqali yana bu yerda gunohni tashlash, gunoh ma'siyatni yiroq turish, Allah Subhanahu va taolo cheklagan ishlarni qilmaslik, bu taat ibadetlerini qilish, yaxshilar bilan shug'ullanish, Allah buyurgan ishlarni qilishdan muhim ekanligini eslatib turadi. El-Mebahisul Arabiya, bu hadistiki Arapça, bu hadistiki sözlerini Arapça noktasından tadqiq qilish. El-Muslim, yuqorida el-Muslimu dedi Resulullah, Müslüman degen, Muslim degen söz bu muzakkarga, yani erlikka ishlatilgan söz bo'lganlik uchun
bu yerda ayollik qab qolgan modisi undaq emas. Va kazal muslima, shuningdek musulmonmi? Muslim unda bo'lganda muslim deb ifodalash, iborat keltirish nima uchun? Fatta'birul muslim lit-taghlib. Muslim deb iborat keltirish, ifodalash taghlib uchun. Ya'ni g'olib qilishlik uchundir. Hammalar bilisizlar, arab tili balog'at qoidasida ikki jins yoki ikki narsa bir-biriga yaqin, bir-biriga munosabatlik bo'lib qolsa, uning birini yana birining tikka kirgizib o'tish orqali ifodalaydigan bir qoida bor. Abavayn, masalan, abavan desak, ota-ona desak, ab va deydigan yerga umni abning taktiga kirgizib abavan degan deyiladigan bir qoida bor. Shuning uchun muslimatni muslimning ichiga, muhojiratni muhojirning ichiga kirgizib o'tadi. Va nisa'u shaqa'iqur rijal yasri alayhinna hukmuhum illa ma khussa binas shara. Endi ayollar erlarning yerimi. Chunki ayollar erlidan, erlar ayollardan ayrilanmaydi. Alloh taolami hunna libasun lakum va antum libasun lahunna dedi. Ayrilanmaydi. Ayollar erlarning yerimi. Shunda bo'lg'achqa ayollarga erlarning hukmi ijro qilinadi, yurgiziladi. Shariatning dalili bilan xoslashtirilgandan boshqa, shariatning dalili bilan ayollarga xoslangan yoki erlarga xoslangandan boshqa om hukmda er va ayol hech bir farq etmaydi. Shuna al-muslimu man salima al-muslimunida er va ayolmu billi bor. Man salima al-muslimuna bu sözde türlünüştiki o'xshashlik bor, jinos degan o'xshashlik bor. Qanday türlünüştik o'xshashlik bor desa, muslimun degan bu so'zningki aslisimi salimadan chiqqan. Salima, ya'ni moddasi bir. Va huwa an yarji'al lafzani ila fil ishtiqaq ila asli wahidin. Bu cinosi ishtiqoq degan ikki so'zning türlünüşdə, yasalışda bir moddaga yenishidir. Söz ikki bo'lsa-mu, ammo u ikki so'zning asli manbasi, asli moddasi bir bo'lsa, buni cinosul ishtiqoq deymiz. Ya'ni cinosul tam ya cinosul naqis deyiladigan gap. والتعبير بلفظ المسلمون من قبيل التغليب أيضا المسلمون من سلم المسلمون دب degan lafz bilan ifodalash ham taglib qabilistin. Asli muslimat degan muba, ya'ni taglib qabilistin tushundigimizga o'xshash. Min lisanihi va yadihi. Bu yerkasak alahida şu til ve qo'lida tilg'ilindi. El muradu minel yadi ma huwa a'ammu minel udvil ma'ruf. Unda o'g'anda tilda tillamay, qo'lida umay, putlarida dassisa, kallisida ussa, ya tepsa, ya töpsiki chiqib olsa, ya boshqa her türlü ziyan zahmet sağsa o bulaveremdi. Kolda umidi ya kolda ziyan zahmet sağmidi ya tilda onun gaybetini kımmidi, çakmidi, eyiplemidi ama tepti ya ki dessedi bu bulamdı değilse mana bu şununla kartı verildiğin cevap koldun maksat bizga tunuşluq bo'lgan a'zodan om bo'lgan bir a'zo.
Qo'l desa, yuqoridagi shu bizga turishlik bo'lgan shu qo'ldan on bo'lgan bir a'zo. Unda bo'lganda fayuradu baqiyatul a'zo'i, boshqa a'zolarni ko'zlanadi undan. Qo'llam emasken, qo'ldan boshqa a'zolarni borken, kama yuradul yadul ma'naviyya, xuddi ma'naviy qo'li ko'zlanganidek. Bu qo'ldan hissiy qo'l, ya'ni hissiy qo'li va ma'naviy qo'li kal istilai ala haqqil g'ayri bi g'ayri haqq. Boshqalarning haqqiga nohaq ega bo'lib olganga o'xshash. Boshqalarning haqqiga nohaq ega bo'lib olsa, bu mu qanday bo'ladi desa, shu ma'naviy qo'l, shu ma'naviy tarafdan o'zining qo'li bilan emas, tili bilan emas, boshqalarning haqqiga kuchi bilan yoki qahri bilan yoki boshqalarni avatish orqali ega bo'lib olsa, bu mu boshqalarga ziyon solgan bo'ladi. Fal muradu man salima al muslimuna min sharrihi mutlaqan. An maqsad musulmonlar uning tilidan mutlaqa salomat qolgan kishi. Mayli qo'li, mayli tili va mayli boshqa a'zolari bo'lsin yoki moddiy va ma'naviy tarafdan bo'lsin, salomat qolgan kishi. Vel muhacir degan hojir degan ma'noda, hijrat qilgan degan ma'noda. Fal mufaala laysat minal janibayna. Nima uchun? Chunki bu mufaalat babi degan fi'lning ikki tarafdan bo'lganligini deymiz. Masalan, nima daraba desak, nima qilishdi? Urushib qoldi. Shotama desak, tillishib qoldi. Sabaqa desak, beslashdi. Sara'a desak, bir nafasa degan raqobatlashdi deymiz. Ya'ni filning ikki tarafidan bo'lganligini uqtirib turdi. Ammo bu yerda muhojir desa, kim bilan birga hijrat qilishdi, tashlashdi degan bir gap chiqdi. Chunki bu mufaala ikki tarafdan emas. Labzil musafir degan labziga o'xshash. Musafirmi safar qilishdi emas, safar qildi. Musafir deganni safar qilish kuchi emas, safar qilg'uchi deymiz. Shunga o'xshaydi. Waqila inna man hajara shay'an faqad hajarahu zalika shay'u wa in kana jamadan wa huwa hijratun bil quwwa wa bighayri irada. Ba'zanlar buning ikki tarafdan bo'ladiganlik ma'nosini ifodalab, bir narsani tashlagan kishini shu narsa tashlaydi, agarchi u narsa jonsiz bo'lsa-mu dedi. Masalan, uyni tashlasak, biz uydan yiroqlashgan sari uymi bizdan yiroqlashadi. Bu xil ma'no bilan vatanini tashlagan kishi, vatan uni tashlagan, u vatanni tashlagan bo'ladi deydi. Bu hijrat kuch bilan ixtiyorsiz bo'lgan hijratdir. Shu kuchning besimi bilan olib berilgan hijrat. Fiqhul hadis, endi hadisning mazmuni tushundisi. Min alamatil muslimi allati yustadallu biha ala husni islamihi salamatul muslimina min sharrihi wa azahu. Bel ihsanul muamelati matlubun ma'a gayril muslimina bel ma'a gayril insani minat tayri vel hayvana. Musulmanning yaxshi musulmon ekanligiga, solih musulmon ekanligiga dalolat qiladigan alomati musulmonlarning onun aziyeti ve onun eskilikinin selamet kılışı. Bel ihsanul muameleti metlubun. Belki bu Müslüman gılam emes bu yerdeki közlengen maksat. Müslümanın lam onunki eskiliki yamallıkının selamet kılışı emes. Belki yaxşı muamele kılış gayri Müslümanlarımı talep kılılık. Belki
insandan başka kuş, hayvanlarımı talep kılınık bu yaxşı muamele. Gayrimusulmanlarga yaxşı muamele kılınış talep kılındı İslam'da ve insandan başka kuş, hayvanlar, eğer kuş beqivatkan yoki hayvanlardan mesela öyde mushuk deymiz, kapta deymiz, to'xu deymiz ve başka öy kuşları, öy hayvanları mesela bunu beqivatkanlarımı onu ussuz koymaslık, aç koymaslık yoki onu qiynamaslikdan iborat bundaq yaxshi muomala qilish bu musulmonlikki yaxshi musulmonlik ekanligiga dalolat qiladi va uni ham talab qilinadi. Fazikrul muslimina fil hadisi khurrija makhrajal ghalib. Undaqda hadisda al muslimin bu yerda gayrimusulmonlarga yaxshi muomala qilish talab qilingan. Endi bizning hadisdagi musulmonlar musulmon uning qo'lidan salomat qoldi degandan keyin musulmon bo'lmaganlarni tillasangmi bo'ladi, ursangmi bo'ladi yoki ularga qandoq bir ziyon zahmat salsang bo'ladi deganlik bo'lamdi desa yo'q, undaq emas. Unda deganlik emas. Uningki ta'ti aksi ma'nosida tushunamdimi desa yo'q, undaq emas. Buningki javobi hadisda musulmonlar deb tilga elish ko'pincha ahvolga qarta chiqarilgan. Ko'pincha ahvolga qarta chiqarilgan. Ko'pincha ahvolda musulmonlar bilan musulmon aralashib yashagan bo'lganlik uchun nima uchun ko'pincha ahvolga qarta ko'pincha ahvolni nazarga ilib turib chiqarilgan desa li'anna muhafazatal muslimi ala kaffil aza an akhihil muslimi ashaddu ta'kidan. Chunki musulmonning musulmon qarindoshidan aziyatni to'sishi çünkü musulmonning musulmon qarindoshidan aziyatni to'sishga muhofaza qilishi bakroq ta'kidlanadi. İslamda musulmon o'zining musulmon qarindoshiga aziyat qilmaslik bakroq ta'kidlanadi. Bu bir. İkinci birisi vali annal kuffara bisadadi an yuqatalu ve in kana fihim men yecibul kaffu anhu. İkincisi kafirlar urush qilinish mavzusidagi odamlar. Balkim kafirlar bilan urush qilishimiz, ular bilan so'qish va janglarga kirib qilishimiz mumkin. Gerçi ularning ichida uningdan qo'l yig'ish lazım bo'lgan kishilar bo'lsa-mu? Hamma kafirni tapqa yerda urang, so'qang, ularga qattiq zarba bering deyilmaydi islomda-chi. Endi qo'lni yig'ish vojib bo'lgan, lazım bo'lgan kishilar bo'lsa-mu? Ama kafir degan urush qilinadigan va uning bilan so'qash ilib beriladigan bir mavzudagi doiradagi odamlar. Bunda bo'lganligi uchun şuna musulmonlar deb hadisda tilga olgan. Üçüncü birisi vali annal aghlaba anna sababal izabati al muhalata. Çünkü ko'pincha ahvolda urush so'qashning sababi orlishish bo'ladi. Ko'pincha shunday urushib qilish, so'qishib qilish, aziyat berishning sababi orlishish bo'ladi. Azaba yuzibudan chiqqanmi shu zib ma'nosidagi bo'ra, azabal nima ag'ara degan ma'noda keldi, hujum qildi, uningga qarshi harakat qildi degan ma'noda keldi. Bu dushmanlashishning sababi muxolifat, orlishish. Wa galibu man yukhalituhumul muslimu adatan al muslimuna misla. Musulmon aralashadiganlarning ko'pinchisi odatda o'ziga o'xshash musulmonlar. Musulmon degan musulmon bilan aralashadi ko'pincha. Fanabbaha ala at-taharruz min izayatihim allati qarubat asbabuha. Shunlashqa
sebepleri yakın bolgan o musulmonlarga aziyat berishdan saqlanishga agalanadi. Arlashish, urushish, so'qishish, aziyat berishning sabablari bo'lganligi uchun musulmonlarga aziyat berish sababi yaqin bo'lg'achqa buningdan saqlanishga agalanadi. Shunlashqa musulmonlarni tilga olgan. Undaqda musulmonlarni tilga olish, g'ayri musulmonlarga aziyat berish va ularni tillashga bo'lmay buludu deganlikni uqtamaydi. Ve khussal lisanu vel yadu biz-zikri min bayni sairil jawarihi. Qo'l bilan til, qo'lni boshqa a'zolarning orasidan ayrim tilga elish, li'anna al-lisana huwal mu'abbiru amma fi'n-nafs. Chunki til ko'ngildagi narsani ifodalab beradi. Til yurakdagi, ko'ngildagi narsani ifodalab beradigan bir vosita, a'zo xolos. Vel yad hiya allati biha al-batshu wal qat'u wal waslu wal akhzu wal man'u wal i'ta'u. Qo'l bo'lsa, uning bilan tutush, qattiq tutush, ya'ni urush uchun yoki aziyat berish uchun tutishni deymiz, batshi deb qattiq tutush, ya uzish, ulash, elish, berish, to'sashdan iborat harakatlar qilinayotgan azobi. Shunlashqa bu ikkisini alohida tilga olgan. Ve kuddima al-lisanu ala al-yad. Men salima al-muslimuna min lisanihi deb tilni burun keltirdi. Nemishqa til qo'lga burun keltirildi. Lianna izaahu aksaru wuqu'an min izaiha ve ashalu mubashara ve ashaddu nikayatan minha. Çünkü tilning aziyati qo'lning aziyatidan ko'p yuz beradi. O til degan yaqin, yiroq, kichik, cho'ng, kuchlik, ojiz hammaga aziyat belgili bo'ladi va ishlash oson. O tilda aziyatni ishlamak oson va u qo'lninkidan zarbisi qattiq. Qo'lda bergan aziyatdan tilda bergan aziyat bak yomon aziyat bu. Shunda bo'lg'achqa oldi bilan tilni İslam burun keltirgan. Yani tilimizni yig'ib, tilning aziyat berishi oson va bak ko'p yuz beradi va uning zarbisi qattiq. Bu haqda shoir dedi: "Jarahatus sinan lahal ta'amu va la yaltamu ma jarahal lisanu." Tilning jarahati saqiydi. Nima? Nayzining jarohatlari saqiydi. Til jarohat qilgan ya saqaymaydi dedi. Şu tilning jarohati saqaysimi, ammo nayzining, pichoqning jarohati saqaymaydi degan bir gap bor. Bu bir. Ikkinchi, ya'ni tilning aziyati qo'lning aziyatidan ig'ir va cho'ng bo'lganligi uchun, ya'ni uning ta'siri cho'ng bo'lganligi uchun. Ikkinchidan, summa iza'ul lisani ya'um. Tilning aziyati am ve yelhaqu adadan aksara mimma yelhaquhu iza'ul yad. Tilning aziyati, qo'lning aziyati, tilning aziyati, qo'lning aziyati takkan narsadan jepga tegadi. Tilning aziyati takkindan, qo'lning aziyati takkindan tilning aziyati jep narsaga tegadi. Fakat yu'zil ba'ida wal qariba wal hadira wal g'aiba wal mayyita wal hayya wa usratan wa aw qabilatan aw dawlatan bi lafzin wahid bi khilafil yad. O til degan yaqin, yiroqqa, qeshidimizda bor, yo'q, o'lik, tirik, oila ya qabila ya davlatga bir yig'il so'z bilan aziyat beradi. Qo'l xilof bilan. O qo'l degan yiroqni o'g'li bo'lmaydi, yo'qqa o'g'li bo'lmaydi, o'likka o'g'li bo'lmaydi, ya davlat qabilaga qo'l bilan qarshi o'g'li bo'lmaydi. Ammo til bilanchi hammaga bo'ladi. Shunga tilning aziyati birinchi om, ikkinchi tilning aziyati qattiq bo'lganligi uchun qo'ldan bu yerda qo'lni burun keltirgan. Bu bir noktadan.
Fazikrul lisani vel yadi ma'a galbati mubasharatihimel aza kel unvani li kulli ma yubashirul aza minel a'za. Til bilen qo'lni tilga elish, o ikkisining ko'p aziyat qilishi bilan qo'l bilan tilni o ikkisining ko'p aziyat qilishi bilan tilga elish aziyat qiladigan a'zolining har biriga har biri uchun mavzu unvonga o'xshaydi. Aziyat qiladigan ma yubashirul aza degan aziyat qiladigan her bir a'zoga mavzuga o'xshaydi. Endi bo'lsa ko'pincha aziyat til, qo'l bilan bo'lsinmi, bu yerda tilni, qo'lni demasimi bo'pti asli. Chunki ko'p a'zo til va qo'ldan bo'lg'achqa, ashunda turiblig'in deyishi her bir aziyat qiladigan a'zoga unvon sifatida degan. Hatta qalbmi fa innahu manhiyun anil hasad. O qalb hasad qilish, o'chmanlik qilish, adovat qilish, chaqimchilik qilish, yomonlikni yushirish va shuning o'xshagan ishlardan to'salgan. Shunga aziyat berish mumkin bo'ladigan har bir a'zo azdan boshqalarning salomat qilishi bu mukammal musulmonlikning ifodasi demakchi. ولا يدخل في إيذاء المسلم إقامة الحدود عليها. Endi ba'zi chaqda musulmonlarni tillash to'g'ri keladi, urush to'g'ri keladi, ba'zi jarimani qo'yish to'g'ri keladi. Qanday chaqda desa, ya yaxshi ishni qilg'ili unumabdi, ya yomon ishdan saqlang'ili unumabdi. Bu ahvolda urush tillash to'g'ri keladi. Bu aziyatning qatoriga kiramdi desa, musulmonga aziyat berishning qatqa o musulmonga shariatning jazolarini ijro qilganlik kirib ketmaydi. Chunki u jazo ijro qilganlik o'ngshig'anlik, tuzganlik, la iza aziyat berganlik emas. Va kullu ma'zunin fihi shar'an mahma alama laysa min qabil al-iza'il muharram. Shariatda ruxsat qilingan hamma ish haqancha azoblisimi o shariatda cheklangan aziyatning qabilisidan emas. Masalan, islomda ayollarni siliga bo'ysunmasa nasihat qilinglar dedi. Yana bo'ysunmasa ularni tashlanglar dedi. Ko'pida yataqda ayirib o'tinglar dedi. Yana bu bo'ysunmasa urunglar dedi. Mana bunda urush yoki faqta'u aydiyahuma qo'lini kesish bu aziyatning qatoriga kelmaydi. Va yu'khazu min al-hadis, endi yuqori hadisdan oladigan natija, hadisdan elinadi. Birinchi, al-hasu ala tarki azal muslimin bi kulli ma yu'zi. Musulmonlarga aziyat bermaslikka qiziqtirish, aziyat beradigan har bir narsa bilan. Nima bilan aziyat bergili bo'lsa, shu aziyatdan to'xtashga qiziqtirish. Va jima'u zalika husnul xuluq. Shuning hammasi go'zal axloq. Va huwa darajat, bu go'zal axloq bir necha daraja. A'laha darajatul abrar, yuqulsi yaxshilarning darajasi. U va humul lazina la yuzuna zarra va la yuzmiruna sharra. Ular zarriga bu aziyat bermaydigan, yomonlikni ko'nglida yushmaydigan kishilar. Mana bu. Hadisning maqsadi aziyat bergili bo'ladigan har qanday vosita bilan musulmonlarga aziyat bermaslikka qiziqtirish. İkinci fil hadis raddun alal murji'a fi qawlihim la yadurru ma'al iman ma'siyatun. İkinci hadisda murji'alarning iymanga günah ma'siyat ziyon yetkazmaydi degan so'ziga raddiya berish bor. Chunki kamil musulmon
qo'li, tilidan boshqa musulmonlar salomat qolgan kishilar degan yerda agarda qo'lidan boshqa musulmonlar, tilidan boshqa musulmonlar salomat qolmasa, u komil musulmon bo'lolmaydi deganlik bu yerdan chiqib turadi. Üçüncü, fil hadisi ennel abu ve sabha ve terkel muahaza evla minel mutalebe vel muaqaba. Üçüncü, afi qilib o'tish, yüz örüş, hesap qilmaslik ve terkel muahaza degan surishtirmaslik, surishtirgan ve jazolagandan avla deganlik chiqadi hadisdan. وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ اِنَّ ذَٰلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ. Çukum sabr qilgan, o'tib o'tgan kishi hakikaten bu işlarning eng yaxshisidir dedi Alloh taolo. To'rtinchisi وَلَحَسُّ عَلَى هَجْرِ الْفِسْقِ وَالْعَصْيَانِ. Günah, ma'siyat, pislik, fujurlarni tash qiziqtirish. Beşincisi, وَفِيهِ أَنَّ عَدَمَ الْإِزَاءِ عَلَامَةٌ ظَاهِرَةٌ مِنْ عَلَامَةِ الْمُسْلِمِ. Bu hadisteki elde netice, eziyet vermeslik, Müslümanın alametlerinden boğan aşkar bir alamet. Bunu bu uçuk bir alamet. وَلَيْسَ مَعْنَا ذَلِكَ أَنَّ مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ يَكُونُ كَامِلَ الْإِسْلَامِ وَاِنْ قَصَرَ فِي الْوَاجِبَاتِ الْأُخْرَى. Bunda digerlikimizin manisi, Müslümanlar onun tilinden, koliden salamet kılgan kişi, başka vacibatlı da yetersizlik kılsa mı, kamil Müslüman buludu digerlik emez. Eziyet vermesi yavaş ötse başka vacibatlarını ada kımısı mı kamil toluk Müslüman bulavırdı digerlik çıkmaydı. Fezuhuru alametin kad tekunu gayre muabbira en batinin hakikin la tesbutu bihal hakikatul kamile. Bir alametinin aşkarı boğallığı o tiginin yani yürük köngledeki hakiki mananı uqtirib bermeydi. Onun bilen mükemmel hakikat sabit olmaydı. Naam, men lem yeslimil muslimuna min azah. Doğru. Müslümanlar onun aziyetinden salamet kalmayan kişi kamil Müslüman bulanmaydı. Ve in kana musliman fil cümle. Gerçi umumeten Müslüman bolsa mu kamil Müslüman bulanmaydı. Şunlaşka yukarıdaki hadisimizde Müslümanlardan başka gayrimüslimler hatta onundan başka hayvanlar kuşlarımı onun kolu, teli ve her bir eziyet verdiğin azalarının eziyetinden salamet kılışı imanının mükemmel bulunduğunluğunun alameti. Demek yukarıdaki alıdığın hadisten düşüncemiz buradarlar eziyet verdiğini kol ve til emez. Eziyet verdiğin her bir azadın eziyet vermeslik bu bir Müslümanlıkın ki yaxşı alameti. İkinci birisi Müslümanlığa ve cümleden ve başka kişilerge yaxşı muamele kılış, güzel muamele kılış İslam'ın hisletlerinden bir hislet. Ve ahiru da'vana enelhamdülillahi rabbil alemin ve rahmetike ya rahmanir rahimin.